Bu Sardar aka Nestor'ne yok. Ne diyeyim, tebrikliyim mi? Bana o. 6 fevral. Sardar aka, tebrikliyimiz. Tez examen qalay tushdi? Qiynalsa telefonga o'tirmi? Tebrikliyimiz. Aqaltimdan tayyorlab olsak, Sardar akamiz tebriklab qo'ysansa bo'ladi. Xudo xolasa tez examendan o'tdi. Taassurotlar qalay? Zakonnik. Pravadalik jurasiz. Tayyorlansangiz bo'ldi, o'tasiz. Qiyin yeri yo'q. Xudo xolasa tayyorlansizlar, o'tasizlar. Bu yerda ko'pchiliklar bo'yotir. Kelganlar o'z saytim Sardar aka necha foiz o'tyapti? Kelganlar pashti 95, 98, past 100 desadan bo'ladi. Bir kelganda o'tasan xudo xolasa. Ya boshqa yerdan kelganlarda aytam, boshqa yerlarga kelib o'tyapti-ku. O'zingiz ko'rdingizku. Ko'rdim, boshqa yerda shu 50 bo'lyapti. Boshqa yerda ko'pchiliklar kelib jig'layapti. To'g'ri bizlardan oldindan bir yarim bo'lib turibdi, Xudoga shukr. Ikkinchi topshiriqdan eda o'tib turibdi. Kimda tezga tayyorlanmasa, haftasi pro kelsa bo'ladi. Shunday masalada aka? Nomer hafta pro. Kimda tayyorlanmasa, pes telefonini orqadan kelaverasiz.